Instagramga qarang, hamma o'zini baxtli ko'rsatgisi keladi. Telegramga qarang, hamma o'zini baxtli ko'rsatgisi keladi. Bor budiga chet elga borib oladi-da, o'sha joyda aylanadi. Uyda ota-onani bir hol-ahvol so'raydigan odami yo'q. Dubayga borib oladi. Ha desa o'sha joyda selfie tushib internetga joylasak, ha odamlar boyaganda deb o'ylasin-da. Uyda xotini hamma yoqqa olib yuribdi, mahallagaga chiqib ozgina pul bering deb turib, o'zi Dubayga borib olibdi deydi. Hayron qoladigan holatda, odamlar o'zini baxtli ko'rsatgisi kelyapti. Kim aldanyapti? Kimlar o'zimiz aldayapmiz xolos. Odamlar to'yib ketdi unaqa hayotdan. O'zini chiroyli ko'rsatishdan, baxtli yashayotgan ko'rsatishdan odamlar zerikib ketdi. Ishoning. Shunaqa holatga keldiki, o'sha boqimandalikka qarab boriladi oxir oqibat. O'zidan nimadir yasab olib ketadigan bo'lsa va hayotda bitta ish qoyillatmaydigan bo'lsa, oxir oqibat shunaqa holatga tushib qoladi. Keladi, hamma yoq qarz. Lekin yashashni ko'rsangiz, odam qo'rqib ketadi. Bu qanaqa qilib yashayapti ekan deydi. Nima kerak unaqa hayot? Sizdan da boy insonlar afif bo'lib, odamlarga yordam qilib, sekin o'sha uyda choyini ichib o'tiribdi. 100 barobar, 1000 barobar boy bo'lsa ham sekin atrofdagi qo'shnilarga yordam qilib, boshqa qilib, xotirjam uyda oilasi bilan ovqatlanib o'tiribdi. Subhanalloh, hayron qolasizda. Musulmonlar qayoqqa qarab ketyapti ko'rasiz. Hayron qolib dod-dod borasiz oxir. G'am, tashvish o'sha miyada oshqozon joylashib olgan, shahvat joylashib olgan. Boshqa narsa yo'q, fikrlash bo'lmayapti. Ayniqsa yoshlar orasida mana shu hayotda